Hi everyone, welcome to Speaking Part. Today we will learn vocabularies related to traveling. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sayohat qilishni o'rganamiz. Keling, sayohat jarayonida uchratadigan so'zlarimizni inglizchada qanday aytilishini o'rganib olamiz. Train, poyezd va vokzal, station ko'rinishda ishlatiladi. Takrorlayman. Train, poyezd, station, vokzal. Samolyot so'zi inglizchada plane ko'rinishda aytiladi. Aeroport esa airport. Takrorlayman. Plane, samolyot, airport, aeroport. Chipta esa ticket holatida ishlatiladi. Ticket, chipta, ticket office, chipta kassasi. O'rindiq, seat. Takrorlayman. Seat, o'rindiq. Samolyot yerdan ko'tarilishi take off birikmasi bilan ifodalanadi. Take off yerdan ko'tarilmoq. Jo'nab ketmoq esa leave so'zidan foydalanib aytiladi. Leave jo'nab ketmoq. Qaytmoq esa return so'zi bilan ifodalanadi. Return qaytmoq. Keling so'zlarni takrorlab olamiz. Take off yerdan ko'tarilmoq, leave jo'nab ketmoq, return qaytmoq. Traveling, ya'ni sayohat davomida berilishi mumkin bo'lgan savollarni inglizchada ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: What time is the next flight to Canada? Kanadaga keyingi parvoz soat nechida? Takrorlayman. What time is the next flight to Canada? Siz Kanada davlati o'rnida boshqa davlatlarni ham bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. What time is the next flight? Keyingi parvoz nechida ma'nosini anglatadi. Keyingi juda ham ko'p uchratishimiz mumkin bo'lgan savollardan biri ro'yxatdan o'tkazish joyi qayerda? Siz bu gapni inglizchaga o'rganganingizda Where is the check-in desk birikmasidan foydalanasiz. Takrorlayman. Where is the check-in desk? Takrorlayman. Where is the check-in desk? Ro'yxatdan o'tkazish joyi qayerda? Agar siz faqatgina borish uchun chipta olayotgan bo'lsangiz, ya'ni faqatgina bir yo'nalishga bo'lsa, single. Agar borish va qaytish uchun bilet olayotgan bo'lsangiz, return ko'rinishda ifodalanadi. Single or return faqat bir yo'nalishgami yoki qaytishga hammi savolni ifodalaydi. Samolyot qachon yetib keladi? Savol esa inglizchada What time does the plane arrive at birikmasidan foydalanib ifodalanadi. Takrorlayman. What time does the plane arrive at? Agar siz bu joy bandmi savolni bermoqchi bo'lsangiz, is the seat taken birikmasidan foydalanasiz. Takrorlayman. Is the seat taken? Bu joy bandmi? Eng yaqin mehmonxona qayerda savoli esa inglizchada Where is the nearest hotel birikmasidan foydalanib ifodalanadi. Takrorlayman. Where is the nearest hotel? U yerga qanday yetib olsam bo'ladi savolni inglizchada so'ramoqchi bo'lsangiz, How can I get there birikmasidan foydalanasiz. Takrorlayman. How can I get there? U yerga qanday yetib olsam bo'ladi. Yuqorida ko'rib chiqqan so'zlarimiz va savollarimiz sayohat davomida asqotadi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.